kutishni qonun bilan tartibga solishmagan ekan. Demak, taksist yo'lovchini to'xtash taqiqlanadi belgisi ta'sirida kutishi jiddiy oqibatlarga ham, javobgarlikka ham sabab bo'lmaydi. Shu bois noqonuniy jarima ustidan Chilonzor sudiga shikoyat yozdim. Lekin sud umuman haydovchiga aloqasi yo'q bo'lgan Vazirlar Mahkamasining 232-sonli avtomatlashtirilgan foto va video texnik talablarga oid nizomni sabab qilib jarimani bekor qilmadi. Kulgili, a? Keyin Toshkent shahar sudiga, undan keyin esa Oliy sudga yozdim. Afsuski, sudlar 10 minutdan ortiq turgansiz deyishdan boshqa tushuntirish berishmadi. Shunda kutishim 10 minutdan oshmasa jarimaga tortilmasmidim? Gaplaringizni qonunlar bilan isbotlab bering deyishimga qaramay, sud qaror chiqarganda o'qib olasiz deb ahrana chaqirib sud zalidan chiqarib tashladi. Qarorni ham chiqardi, lekin asos yo'q. Konstitutsiyaga ham amal qilinmadi. Konstitutsiyamizning 20-moddasi 5-qismida inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi deb yozilgan joyi mening holatimga to'g'ri kelib turibdi-ku. Shunga asosan jarimani bekor qilsangiz bo'ladi, chunki kutishga doir qoidalar ham, javobgarlik ham qonunlarda yozilmagan. Eng qizig'i, xuddi shunday holat bundan oldin men bilan Jizzaxda bo'ldi. 15 minutlar taqiqlanadi belgisi ta'sirida yuk tushirib yuk ortdim. PPS xodimi kelib jarima yozdi, lekin Jizzax sudi vaziyatni o'rganib adolatli qaror qabul qilib jarimani bekor qildi degan asoslarim ham foyda bermadi. Haqiqatda shunday bo'lgandi. Yoki qonunlar Toshkentda boshqacha, Jizzaxda boshqacha ishlaydimi? Tushunmadim. Shunda qaysi sudya adolatli ishlagan bo'ladi? Shaxsan men uchun adolatli sudya ustoz advokat Abdumalikovich aytganlaridek yozilgan qonunlarni to'g'ri qo'llab bera oladigani. Sudyalik bu eng oson ishlardan biri. Chunki uning har bir harakati qonunlarda yozib qo'yilgan. Nimadir kashf qilish shart emas. Hislarga berilmay, yozilgan qonunlarga asosan qaror chiqarsa bo'ldi. Agar mo'jiza yuz berib, prezident nazari tushib, sudyalikka tayinlansam, odil sudya qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yardim. Hurmatli Oliy sud raisi, ishonmasangiz meni prezidentga tavsiya qiling. Yarim ish haqiga ishlab, ishonchingizni oqlay olishga aql va idrokim yetadi. Ayrim sudyalarga maslahatim, kibrni yig'ishtiring. Xarakteringizni yaqinlaringiz ko'tarar, lekin xalq emas. Davlat xizmatchisi ekanligingizni va asosiysi yangi O'zbekistonda yashayotganingizni esingizdan chiqarmang.